Biz Marlon bozoriga borib, to'ylarga beranda amakisiga, tog'asiga deb ko'ylak olib keldik. Ko'ylak bunaqasini endi shu yoshga kirib 54 yoshimda birinchi marta ko'rdim. Yaxshi, ko'rmasdan ketmayapman. Mana ko'ylak. Mana yangi ekan. Mana yangi ekan mana. Mana yangi ekan. Mana. Bunaqa yengli ko'ylak ko'rganmisizlar? Mana. Qo'ygani yo'q. Men eshitdim, internetda ko'rdim, lekin ishonmadim. O'zim shuni ustida mana buyoqqa olib ko'rsating. Mana bunaqasini endi ko'rdik. Mana ajoyibidan. Kimga kerak? Makkimda yozing, manatga dinnoz, makka yozing. Mana bunaqa ko'ylak kimga kerak? Mana zakaz qilsalaring beraveramiz. Bag'ida tugmasi yo'q ekan. Tugmasi ham yo'q ekan, choki ham tikilmabdi. Bitta xolos ekan tugmasi. Ovora bo'lib rasm yopishtirishdi.